uchta deb havas qiladi. Men ham yoshligimda havas qilganman, lekin uchta bolani bir vaqtda o'zida katta qilishda o'zi emas. Bir vaqtda yig'laydi, bir vaqtda kasal bo'ladi, bir vaqtda uyg'onishadi, bir vaqtda beshikdan yechib olish kerak, bir vaqtda ko'tarish kerak. Mana shunaqa joylar juda ham qiyin bo'ladi. 4 oylik bo'lguncha больницада yotgan biz ves olish uchun, keyin 4 oydan keyin onamnikiga qaynonam yordam berganlar, shu birga katta qilgan biz. Hozirgacha ham ikkilanaman, xo'jayinimga ham aytaman, shu Hasan bilan Husanni adashmasam adashtirib qo'ygan biz. Keyin vrachlar anaqa qilib qo'ygan, первый plod, второй plod qilib yozib qo'yganlar. Hozir ajrata olasiz-a, demak? Adashamiz, o'zlari ham adashadi. Aya, bugun uchamli sentrga yo'l kiraga pul bering. Tohir. Necha berasiz? Hasan. Qancha marojanga pul bering. Husan. Yo'q. Chora qilmaysiz. Hasan. To'g'ri. Chora qilishga yordam kerak bo'lsa kerak-a? Tohir. Aya, men ham qarashaman. Husan. To'g'ri. Dada, menga kompyuter qancha olamiz? Tohir. Dada, kompyuter vaqti zo'r ishlayapti. Operativka vaqti zo'r ko'taryapti. Husan. Dada, erta bilan keyin mas'ul olmoq ketaman. Men adashmayman, chunki gapirish intonatsiyam bor-da. Bilan xarakter jihatidan ham gapirish anavisi bor. Adashmasam kerak. O'zingga qarab turasiz, o'z sindirdan baho berasiz. Bu Hasan bu.